Avstraliya Strategiyalik Siyosat instituti 25 sentabr Uyg'urlar haqida yana doklad e'lon qilib, Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda yaqinqi 3 yil ichida 16 mingdek masjidni chaqib tashlaganligi va buzganligini bildirdi. Dokladda ta'kidlanishicha, 16 mingdek masjid ichida 8500 masjid butunlay chaqib tashlangan. Bu mazkur institutning yaqinqi 3 kun ichida e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi ikkinchi dokladi. Mazkur institut 3 kun avval Uyg'ur diyoridagi lagerlar haqida doklad e'lon qilib, rayondagi 380 lagerni aniqlab chiqqan. Mazkur organning 25 sentabr kuni e'lon qilingan dokladida rayonda qolib qolgan masjidlarning 15500 ga yetmaydiganligi, nurg'un masjidlarning qubba va munarlarning ilib tashlanganligi ilgari surilgan. Doklad yana rayondagi mazar, qabristonlik, tavobgohlarni o'z ichiga olgan muqaddas joylarning 3dan birining tuzilib etilganligini bildirgan. Angliya Sharqi Turkistonning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tekshirilishiga ichilishini talab qildi. Xitoyning Sharqi Turkistonda tarbiyalash markazlari nomida qurgan yig'ilish lagerlari barg'ansir ko'p xalqarалық tanqidga uchirmoqda. Angliya Xitoyning Uyg'urlarga tutgan kishini andishiga soldigan muomalasi sababli Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharqi Turkistonga cheklimsiz kirishini talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida Angliyaning Janubiy Osiyo va Angliya o'rtaq gavdasi davlat ishlari kotibi Lord Tariq Ahmad Xitoy haqida so'z qildi. Ahmad Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligining qoyil qilarlik paketlariga diqqat qilib mundoq dedi. Madaniyat va din qattiq cheklangan. Biz majburiy emgak va majburiy tug'ut cheklash to'g'risidagi ishonchlik dokladlarni ko'rdik. Kishining ishongisi kelmaydigan yeri shuki 1,800,000 kishi so'zsiz tutib turilmoqda dedi. Amerika Netflix şirketining Uyg'ur jazo lagerlarini qo'llagan Xitoy yozuvchi Liu Cixinning 3 jism nomli romanini chatma televiziya teatr qilib ishlash plani Amerika Kengash palata a'zolarining qarshiligiga uchirgan. Amerika Kengash palatasining Marsha Blackburn, Rick Scott, Kevin Kirmer, Marta McSally, Tom Tillis qatorliq 5 nafar a'zosi 23 sentabr Netflixning ijroiya direktori Ted Sarandosga maktub yozib, Netflixning planiga qarshi chiqqan. Ularning ta'kidlashicha, Sharqi Turkistondagi bu qabihliklar oldida rohatlik bilan e'lingan bir shirkat qarori mavjud emas. Faqat jinoyatga o'rtoqlik mavjud degan. Liu Cixin 2019-yili New Yorkliklar jurnalining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlarni terrorchilik bilan ayblab, hukumat ularning iqtisodiga yordam qilib, nomrodlikdan qutulishiga harakat qilyotdi degan. Şigrim 4. sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining 45. navbatlik yig'inida Dünya Uyg'ur qurultiyining vakili Zumrat xonim tahdidga uchirgan xalqlarga vakolatdan so'zga chiqib, Uyg'urlar uchrayotgan zulmning allaqachon irqiy qirg'inchilik darajasiga borganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu yig'inda yana Amerikada yashayotgan Uyg'urlardan Bahram Sintosh va Zibo qatorliqlar Xitoyning yig'ilish lagerlariga qamalgan ota-onalari haqida guvohlik berib, Uyg'urlar duch kelgan zulm va fojialarni amaliy paket bilan o'tirib qo'ydi hamda xalqaroga bu zulmni to'xtatish haqida chaqiriq qildi. Xitoy Huawei texnika shirkatiga tava bir binoda yuz bergan o't ofatida 3 odam o'ldi. Osiyo xabarlari kanalining xabar qilishicha, yerlik taratqular Huaweining Xitoyning janubidagi Dongguan shahriga joylashgan bir tadqiqot rayonida o't ofati yuz berganligini xabar qilgan. Doirlar o'tning allaburun o'chirilganligini va 3 odam qazo qilganligini aytgan. Manbalarga asoslanganda o't ofati yuz bergan Songshan ko'li bog'chisi Yevropa binokorlik uslubiga ega bo'lib, bir vaqtda 25 ming xizmatchi sig'adi ekan. 9 oyning 23 kuni chorshanba Huaweining navbatchi raisi Gopeng Huaweining Amerika tarafidan butunlay bostirilganligini va yer shari ta'minlash zanjiriga xatar elib kelganligini aytgan va Washingtonni jazoni qayta o'ylashiga chaqirgan.